Salam dostlar, bana hazır vakti hayırlı olsun. Videoga başlashdan burun yanılar eskertisini deb o'tib ketay. Bu videoda digerlerim, analizlerim, tahlillerim hammasi shaxsiy ko'z qarashlarim sizlarga e'lon qilsam deb taklif fikrlarni berish haqqim va huquqim yo'q. Shuning uchun hammalarni o'zlarining shaxsiy ko'z qarashlari bo'yicha harakat qilishini tavsiya qilaman. Rahmat. Qira'atqanimiz Bitcoin'ning kunlik grafiki. Tuniga hepsi vaqt yer bermay video qilamadim. Tuniga bugungacha Bitcoin bahajatda 45 millionlarlik bir o'zgarish bo'ldi. Yaxshi bir o'zgarishlar, harakatlar bo'ldi. Qisqa mezgillik alaydiganlar shunaqa grafiklarni liniyalarni sizalaydiganlar menimcha yaxshi fursatlar keldi deb o'ylayman. Masalan, men miyagimda bunday liniyalarni sizib qo'ydim. Qachonki bunday bir liniyani ustiga o'sib buzib o'tib to'soqlarni o'tgandan keyin yaxshi bir harakatlar paydo bo'ldi. Shundoq bir liniyalarni ustiga chiqqandan keyin elib tutib tura olsak yoki shundoq bir yerga kelgandan keyin sotilmaydi bir strategiyani qo'ya olsak, menimcha bir yaxshi elish bir strategiyasi, taktikasi bo'ladi deb o'ylayman. Men sizlarga bu videoda mening qanday bir taktika elish setishlar bo'yicha, qanday grafiklar bo'yicha elish setishni qilganligimni sizlarga ko'rsatib o'taman. Agar xohlasanglar sizlarning shunaqa bir taktiklarni o'ylashib boqsanglar bo'ldi. Hozir kunlik grafik olay. Masalan, kunlik grafikda uzoq mezgildan buyon siz ichiga Bitcoin ichiga kirib qolgan bir ushbulonni sizlarga to'xtaladi. Sizlar shunaqa bir nimadan birini ko'ra olsanglar, topa olsanglar, masalan, soatlik turum bor, bundoq bir fursatlar. Qanday desanglar, masalan, mayada bunday bir to'soqdan o'tdi. Bahajatning ustiga chiqay desam, shu to'soqlar to'sab qo'yadi. Nima? Sizlar bunday bir to'soqni topa olsanglar, masalan, kunlikda, masalan, bog'i, masalan, soat kunlikda, masalan, bunda to'soq batdi. Qachonki shu to'soqqa yaqinlashsa, setish paydo bo'ladi ekan. Shuning uchun agar men o'ylayman, agar bu to'soqni buzgandan keyin bu to'soqning egizligiga qadar bir yuksalish, bahajatda o'zgarish paydo bo'ldi deb faraz qilaman, o'ylayman. Ya'ni o'ylagandan keyin buni bo'yicha bir nima qancha foydaga qancha risk olaman, shuni bir sizib olaman. Masalan, men 38.400 ni oldik deylik. Menga nisbatan eng az, ya'ni maksimum eng ko'p bo'lganim shu pulning egizlikda bir bahajat o'zgarish bo'ldi deb o'yladim. Masalan, taxminan bo'ldi. Butun 50 ming deylik, chunki 50 ming psixik jihatdan nimisan, nimadan 50 ming kelgan yoki oldi yoki sotdi. O'sha 50 mingga kelgan vaqtda setish paydo bo'ldi deb o'ylayman. Lekin qayerda men qancha bir risklar olayman degandan keyin menga nisbatan eng ko'p bo'lganda 5% bir risk olish nimam bor. Mening sabrim, ya'ni mening 5%lik nimaga barbashlik beralayman deb o'ylayman. Shuning uchun men hozir bu to'soqni ustiga qirgandan keyin men 38.200larda oldim. 38.400 oldim. Qayerga kelgani sotdim? 36.500 kelganda men setish buyruq quraman. Buni qanday bilmaysiz desam, men turkcha nimani topdim, uyg'urcha bo'lmaganligi uchun bunday nima. Aslida ko'rsini oldi bosib deb oyatda men nima degandim. Siz odatda ko'rganingizda masalan mayani ko'rsatadi, limit degan ya'ni. Lekin men sizlarga qanday qilib stop limit bo'yicha sota olasizlar, shuni ko'rsatib qo'yman. Hozir men grafikni sizdan shunaqa. Nima qildim? Men 5%lik bir ziyon olishga rozi. Buning uchun qancha foyda olish ehtimolligi bor ekan? 130lik. Shunaqa 105lik ziyon 130lik foydaga xeyli yaxshi foyda endi. Bu bozorga nisbatan yoki boshqa bozorlarga nisbatan. Shuning uchun men
34 ming nimada 34 ming 400'de bir tane bitcoin aldım. Şuna aldım. Algandan keyin bana Binance deb sizlar bunu bitcoin ekran deb o'ylama aldım. App bo'lgandan keyin sizlar ma ekranga kirsizlar. Nago alamsizlar, satamsizlar deydi. Ben app buldum bir tane bitcoin 38.400'de. Ben saatime basgandan keyin maya kirdi. Setiş ekranına. Qo'limda 38.400 algan bir bitcoin var. Shuna odatda nima qilsanglar, bunda limit bilan chiqib sizlar 38.400 aldim. Mesela 40 mingga chiqqan satime deb yozib, hammani satime yoki bini satime, 10 satime yoki hammani satime, 100 hammani satime deb mayda bassanglar yoki sanqasamam yana 40 mingda manchak nimamiz, manchak pul yaraydi deb chiqdi. Sizlar mani basgandan keyin buyruq qo'yib mayaga paydo bo'ldi. Shunaqa. Lekin bu qanday buyruq desanglar, sizlarga chiqsa u satdi-da, sizlarga chiqmay chukasi uchun. Bu vaqtda sizlarga ziyon. Shuning uchun stop loss, stop limit. Yani manchak ziyonga rozi, manchak chiqqanda sat deb birini setish buyrug'i nimada biriga belgili bo'ldi. Shuning uchun sizlar mana limitni mayaga bassanglar, bunda chiqdi. Başka ko'p narsa chiqdi, lekin sizlarga hozircha bu videoda shu stop limitni ko'rsatdim. Stop limit tanlagandan keyin mayadagidan ko'proq ko'znaklar paydo bo'ldi. Stop to'xtatish. Ne to'xtatish? Bu yerda nima degandim men eng ko'p olgan ziyonim 36.600'largacha 105'larni chiqaradi ekanman. Men menga 36.500 degan baho ko'ringan vaqtdan keyin bo'ldi. Men bu bozordan chiqib ketishga buyruq urmay. Qancha esa chiqib buyruq urmay 36.400 yoki 36.000 ga kelgandan keyin cho'qim bu 36.000, 36.700 unda qaytilishi mumkin. Chunki tushganda bundan tushmaydi, bundan tushdi. 36.000 ko'ydi. 36.500 chiqqanda sotmaydi. Yoki 36.000 ko'yindan keyin o'sha tushib ketsa sotmaydi deb buyruq qo'yildi. Men 36.000 ga kelganda men 36.000 yoki 200 da sotishga buyruq bermayman. Ve qancha coinimni 100 hammasini desam menga qancha pulga buyruq egaligimiz chiqadi. Undaki mani basamiz. Basgandan keyin menga buyruqlarimiz menga paydo bo'ldi. Shuning uchun shunday qilsanglar ziyonlar ko'p, foydalar yo'q bo'lib qoladi. Agar bunday qilsanglar ziyonlar oz, lekin foydalar qanday bo'ladi? Foydalar ko'p bir taktika ishlatgan bo'lsa. Shuning uchun bunda mush taktikani yaxshi o'rgansanglar, bu bozorda yaxshiroq putrab to'g'ri bo'lsa, har doim ziyondan tortislar, foydalashishga nima setishni bilmaydiganlar uchun foydalashishlarga ta'sir etib qoldi. Shuning uchun bu videoda shuni sizlarga yuritib qo'ygan, sizlarga tavsiya qilgan bilan shunday bir taktika eng yaxshi taktikalardan birisi. Men ko'proq shunday qilaman. Bir yaxshi bir chiziqlarni, to'saqlarni chizaman. Uni ustiga chiqqandan keyin shu to'saqqa asosan bir maya ichish, ikkinchi bir to'saq mayalarda bo'lishi mumkin deb shu yerga stop limit, stop loss deb nimalarni qo'yib bir narsa olaman. Coin olaman deb tushundim. Undan keyin Bitcoin'ning bugungi ahvoliga kelsak, bugun yaxshi harakatlarni qildi. Bizning mayli istirlikimiz batdi. Kunlikda yana setishdi lekin 4 soatlikka qarasak, soatlikda 4 soatlikda elish. Aldanlar ko'p. 1 soatlikda ishi ko'p elish var ekanmizlar. Yani qisqa mezgillik elib sotganlar uchun yaxshi harakatlar bo'layotdi deb o'ylasak bo'ldi. Ona boshqa men qizlarni sizib qo'ydim. Bu qizlarni bizning necha qatim sinabmi bu qizning ustida turamaganligimiz bir to'saqning borligini ifodalab bitdi. 41 ming 42 minglar shuncha sizib qo'ydim. Agar buni ustiga chiqa olsa, bizning ikkinchi bir to'saq rayonimiz 49 mingdan 51 minglargacha bo'lgan bir rayon. Bu rayon bizning naq Fibonacci'mizning
20 0.5'ga to'g'ri keldi. Shuning uchun bu muhim. Agar buni ustida tura olsa, menimcha Bitcoin o'yini tushish ehtimolligidan yuqori ko'tarib, mana shu ehtimollik yuqori deb o'ylasak bo'ldi edi. Bo'lmasa, yana xatar bor. Chunki to'plashgan bu yaxshi ma'lumotdi, endi aniq emas, ammo bu qanday yurishga to'xtab natislam o'ylab qolmanglar, chunki bozorda xatar taxi tugamadı. Yani risk taxminam bor. Chunki bu Bitcoin yo'qlab qolsanglar, masalan hozir sizlar o'ylaysizlar, bundan manda bu, bundan manda deb o'ylaysizlar. Ammo keyin setiş yig'ildi tushunasizlar. O vaqtda setib ulgurmay qolasizlar. Shuning uchun stop loss bayatlayotgan taktikalar muhim bunaqa ahvol ostida. Shuning uchun risk yana bor, tugmam yo'q. Shuning uchun do'stlarni ilishga oldirmay, asmo yana bayatdek bir taktikalardan ilishim uchun sizlar uchun bir foydali. Shuning uchun raylarga yaxshi qaranglar. 50 42 ming atrofida. Men shekilni cho'qim bir setish bo'lib qoldi. Shuning uchun yoki shekilni ahvol qarta bozordan chiqib turib, bayatdan qadek ustiga chiqqandan keyin qayta bozorga kiraman sog'lom bo'ldi. Stop loss cho'qim stop loss bo'yicha elib kelishini kerak bo'lsa tavsiya qilmaymiz. Yaxshi emas, bozorda xatarli. Total market cap qaraylik. Total market cap kunga yaxshi. Tunga 1,5 trillion, hozir 1 trillion 700 milliardlik bir pullar bor bozorda. Qarasak kunlik bo'linganlarni ustiga qarta ma'lumot bu yaxshi ahvol. Qancha 2 trillionga yaqin 2 trillion ustiga kirsa, bozorga shuncha ko'p pullar kirgan bo'ldi va Bitcoin va boshqa altcoinlar bahayatdan ustiga qarta ma'lumot. Bizga yaxshi ko'rsatlar keldi. Boshqa altcoinlarning total market cap qarasak, altcoinlarga o'xshash 1 trillion yaqinlashib qoldi. 1 trillion usti altcoinlar uchun yaxshi signallar. Nurg'un coinlar qayta uchish qo'ydi yana. Dominans oldin qattiq video tushuntirgandim. Lekin tubi qarta mana shu keyin degan tuqash asta qarta ma'lumotda, lekin qancha ma'lumot bilgilolmaydi, lekin yolg'ondan tushgan bo'lishi mumkin. Endi tubi qarta ma'lumot Bitcoin kuch o'tib ketdi, vaqtda boshqa coinlarni Bitcoin chiqib tushib qolgandek bir holat paydo bo'lib qoldi. Qancha 40 ming ostiga tushsak, altcoinlarni o'zi oldiga bir harakatlarni bahajat o'zgarishlarni qo'llaydi. Bo'lmasa yana Bitcoin tushib chiqsa chiqib degandek bog'liq bo'lib qoldi. Hozir dominansmi altcoinlarga nisbatan yomon emas. Qancha pastlagan sari Bitcoin nisbatan yaxshi bo'lmay qoldi. Undan keyin altcoinlarning birisi bo'lgan altcoinlarning eng cho'ng eng kuchli bo'lgan Ethereum qaraylik. Ethereumni qarasak tushgan bir liniyani buzish oldida turibdi. Lekin bu yerda bizning eng yaqin to'siqlarga yaqinlab qolib 3 millionlik bir to'siq bor. Menimcha bu to'siqni ustiga chiqa olsa, Ethereum tezlikdan 3,5 mingga kelish ehtimoli yuqori. Vaqt qancha bir nima balki masalan bir şeyde oldik deylik. Men qayerga stop qo'yman, %5 tikishni, %5 qayerga 2680. Qayerga chiqish ehtimoli qoladi 3,5 minggacha. %5 ga %20lik bir payda. Bu yomon emas bir o'ylash bo'lishi mumkin strategiya. Şu hozircha shu free grid indeks ham qarab boqaylik. Qarasak oldingi videolarda 10 dan 10 ga turibdi. Hozir elishlar ko'paygan siri qo'rqadiganlar ozibdi. Shunga lekin qo'rqadiganlar azib og'aliq uchun shu buni suslashib qizillik susishmoqda bo'lsa ham bo'ldi. Endi yaxshi signallar bor, lekin yana xatar yo'qolib ketmadi. Xatar yana bor.
Lekin bizga qurgan tuzaklar bo'lishi mumkin iyiqning. Shu tuzakqa tushib qolmaslik uchun bu aytganidek ozroqmi cho'qim stop losslik, stop limiti bor. Manchak yangi tushsa men setib chiqib ketaman, manchakimga rozi deb shunday bir strategiya taktiklarda ozroqmi menimcha ziyanlar ozroq bo'lish ehtimolligi yuqori. Shu hozircha shu Bitcoin ahvoli shu. Ahvoli qarta bahojat yaxshi. Va tuzaqlarni buzyapti. Qolgan atidagi ahvolga qaraymiz. Bu videolar shunchaki bo'lsin. Videoni uzatmay deb doim har xil gaplar bilan uzilib ketib qolyapti bu videolar. Men ozroq qisqa qilib tushuntirishyapman. Ba'zan shunday tafsili tushuntirsak bu pul bo'lmasa degan savol qolgan ziyon bo'lib qolmishi sizlarga deb. Bunun başka altcoin'lerden birine yine eserimde analiz qilgan bo'ldik. Agar xohlasanglar har hafta yoki har videoga bir yangi altcoin'lar yoki sizlardagi altcoin'larni shunday grafiklarni chizib, qayerda setish ehtimoli bor, qayerda tuzaqlar bor, qayerda bizga nisbatan oldigan destekçilerimiz, oldiganlar paydo bo'lgan rayon bor deganlarni tushuntirib, videoni orqasiga qo'ysak bo'ldi. Bo'lmasa endi shu men shunaqa bilmam bo'yicha planlarim bo'yicha emas bir altcoin o'zim tanladagi asarimni analiz qilgan ahvolasida videoni tamomlasak bo'ldi. Agar xohlasanglar sizlar bir tane altcoin sanlarni uni analiz qilib bersam bo'ldi qo'limdan kelishicha. Bo'pti do'stlar, endi uzatib o'tmay videoni Allohga omad yor bo'lsin. Taklif fikringlar bo'lsa yazib qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Kamchiliklarim bo'lsa aytinglar, shuni qartaman o'zgartirgan o'zgartirmay. O'zaro o'rganaylik. Bozorlarda fursatlar ko'p, uchgan ko'ylarga oldirab kirmanglar. Uchmagan ko'ylar bo'lib qolsa, xohlasanglar har qatimqi videoga qo'shib, uchmagan ko'yinning birisi uchish ehtimoli bor. Men sizga yoki masalan bunday grafikni birini endi kesay debdim, yani üstüne chiqib manchak vaqt tursa, undagi kirsak balki mayda chiqa olsa manchak paydo bo'ldi deb bir coinni deb sizlarga videoni oxirida buni ko'rsatib tushuntirib o'tib ketsam bo'ldi. Agar xohlasanglar shuni qarta o'zaro ilgili bilmasak bo'ldi do'stlar. Shuning uchun bozorda fursatlar ko'p, oldirmanglar. Uchgan narsa kirmanglar. Har qatim vaqtingizda eng az 3 tane sahifa bo'lsin. Oldingi videolarni tushuntirib o'tib ketdim. Nima bunday deganligimni. Bundan boshqa cho'qim stop limit qo'yinglar, baytdagidek stop loss manchak kelganiga men setib men bozordan chiqib ketmayman deganni esdan chiqarmanglar. Shunday qilsangiz yana lozim bo'ldi. Unda bo'lsa keyingi videoda ko'rishamiz. Kurashchi omon bo'linglar. Xayr xo'sh.